Mamlakatimizda aholining turmush farovonligini oshirishda ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash dolzarb vazifalardan biri. Bu borada hududlarimizda manzilli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Buxoro viloyatida o'tgan 3 yil ichida viloyatning markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 75% ga yetkazildi. Hozirda bu ko'rsatkichni 95% dan oshirish bo'yicha aniq dastur asosida ish olib borilmoqda. Muxbirimiz Shofirkon va Kogon tumanlarida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar misolida mavzuni davom ettiradi. Prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Buxoroda ichimlik suvini ta'minlashga qaratilgan yirik loyihalarda jarayonlar qizg'in davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu ishlar yakuniga yetgandan so'ng Shofirkonda 3700 ga yaqin, Kogon tumanida esa 9600 ta xonadonning ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanadi. Shundan ikki tuman kesimida 10 ga yaqin xonadonlarga ilk bor markazlashgan ob-hayot kirib boradi. Prezidentimiz qarori doirasida hududlarda ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarning amalga oshirilishi aholining turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgani bilan ahamiyatli. Mazkur loyiha asosida Shofirkonning birgina Paxtaobod mahallasida 9 milliard so'mdan ortiq mablag' hisobiga yirik ichimlik suvi inshooti qurilishi qizg'in davom etyapti. Mutaxassislarning aytishicha, loyiha doirasida 18 kilometr uzunlikdagi ichimlik suvi tarmog'i tortiladi. 1000 metr kub hajmga ega suv zaxira inshooti barpo etilmoqda. Mazkur suv inshooti foydalanishga topshirilgach, tumandagi 4 ta mahalla aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Ichimlik suvi bo'yicha tumanimizda bugungi kunda 8 ta mahallamizda qurilish-montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Qurilish-montaj ishlariga 8 ta mahallamizga 24,5 milliard mablag' ajratilgan. Mana shunday ishlar olib borilmoqda tumanimizda. Avvalambor hurmatli prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi qarori Kogon tumanidagi mahallalarga ham obodlikni olib kirmoqda. O'tgan 2025-yil davomida Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida 2 ta zamonaviy mahalla markazi, 3 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda bitta umumta'lim maktabi yangidan qurildi. Endilikda hudud aholisi sifatli va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Umumiy uzunligi 157 kilometrni tashkil etgan bu keng ko'lamdagi loyiha yaqin kunlarda yakuniga yetkazilgach, tumandagi 8000 dan ortiq xonadon ilk bor toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. İçki yo'llarimiz betonlashtirildi o'tgan yili. Ko'chalarimiz, bizga keladigan yo'llar asfaltlashtirildi. Ichimlik suvini sotib olar edik shu vaqtgacha. Ichimlik suvi ham quvurlari tortildi. Buning uchun biz prezidentimizning ana shu xalqchil tizim yaratganlariga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Hozir ana o'tirgan hududimiz Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida tashima yo'li orqali ichimlik suv ta'minoti yetkazib berilar edi. Bundan tashqari tumanimizda loyiha doirasida 138,8 kilometr ichimlik suv tarmoqlari o'tkaziladi. Ular yakunida tuman aholisining markazlashgan ichimlik suv ta'minoti 100% ga yetkaziladi. Albatta, ichimlik suv ta'minoti yaxshilanishi o'z navbatida aholining turmush darajasini yanada oshirish uchun muhim asos deb baholash mumkin. Xuddi shunday loyihalar hozirda viloyatning qolgan 11 ta tuman va shaharlarda ham izchil davom ettirilmoqda. Mavzudan uzoqlashmaymiz.